Hayotga muhabbat. Jek London. Ular oqsoqlanib soyga tomon tushib borardilar. Hamrohlaridan biri oldinda borayotgani toshloq yerda qoqilib, gandiraklab ketdi. Ikkalasi ham charchab, holdan toygan va tishini tishlariga qo'yib taqdirga tan berganliklari yuzlaridan ko'rinib turardi. Bu uzoq vaqt chekkan qiyinchiliklari oqibati edi. Orqalarida qayish bilan tortib bog'langan og'ir yuklari yelkalarini ezardi. Ikkalasida ham bittadan miltiq, ikkalasi ham bukchayib, ko'zlarini yeridan uzmay borardilar. Qani endi yashirib qo'ygan joyimizdagi o'qlardan hozir ikkitaginasi bo'lsa, deb qo'ydi ulardan biri. Azbaroyi madorsizlikdan ovozi zaif chiqdi. U juda behafsalalik bilan gapirardi. Toshlarga urilib, ko'piklanib oqayotgan sutdek oppoq suvga endi oyoq bosgan sherigi esa unga hech narsa deb javob bermadi. Ikkinchisi ham sherigi orqasidan suvga tushdi. Suv muzdek sovuq bo'lishiga qaramay, ular oyoq kiyimlarini yechmadilar. Suv shu qadar sovuq ediki, oyoqlari barmoqlarigacha uvishib qoldi. Ba'zi joylarda suv tizzadan kelardi. Shunda suv shitob bilan urganda ular o'zlarini tutolmay gandiraklab ketardilar. Orqada kelayotgan yo'lovchi silliq toshga teg'anib ketib, yiqilishiga oz qoldi. Og'rig'idan qattiq ixrab yubordi, ammo yiqilmadi. Boshi aylandi shekilli munkib ketib, xuddi havodan madad so'ragandek bo'sh qo'lini oldinga cho'zdi. O'zini o'nglab oldi-da, oldinga qadam bosdi. Lekin yana toyib ketib yiqilishiga sal qoldi. Shundan keyin to'xtab o'z sherigiga qarab qo'ydi. Sherigi esa orqasiga ham qaramay hamon oldinga qarab ketmoqda edi. Orqada qolgan bir narsani o'ylagandek birpas qimirlamay turdi. Keyin "Menga qarab yil, oyog'imni chiqarib oldim shekilli", deb qichqirdi. Bill oyoqlarini sudrab sutdek oppoq suvdan kechib borardi. U orqasiga biror marta ham qayrilib qaramadi. Sherigi uning orqasidan qarab turardi. Uning yuzi avvalgidek hech narsani ifoda qilmasa-da, ko'zlarida yaralangan bo'g'u singari chuqur qayg'u ifodasi aks etdi. Mana Bill qarshi qirg'oqqa o'tib oldi-da, kalovlanib yurib ketdi. Suvning o'rtasida turgan hamrohi undan ko'zini olmay qarab turdi. Uning lablari shu qadar titrar ediki, o'siq sariq mo'ylovi uchib ketardi. U tilining uchi bilan qo'jiragan lablarini bir yalab oldi-da, "Bill!" deb qichqirdi. Bu falokatga yo'liqqan odamning jon achchig'iday qichqirig'i edi. Ammo Bill qayrilib ham qaramadi. Ketib qolgan sherigining orqasidan uzoq vaqt qarab turdi. Sherigi lapanglab, oqsoqlanib, qoqilib-suqilib tepalikka ko'ringan egri-bugri chiziqlar tomon asta-sekin ko'tarilib borardi. Bill tog' tepalikni oshib ko'zdan g'oyib bo'lguncha sherigi orqasidan qarab turdi. Shundan keyin u tarafdan ko'zini uzdi-da, Bill ketgandan keyin yolg'iz o'zi qolgan yerni bir ko'zdan kechirib chiqdi. U butun og'irligini bir oyog'iga solib turib soatini oldi. Soat 4 edi. So'nggi 2 hafta ichida u hisobini yo'qotib qo'ydi. Iyulning oxiri yoki avgustning boshlari bo'lganligi sababli quyosh shimoli-g'arbdan bo'lishi kerak edi. U janub tomonga qaradi. Mana shu ko'rimsiz tepalik orqasida allaqayerdadir katta ayiq ko'h bor. Xuddi o'sha tomonda Kanada sahrosi mudhish shimoliy qutb doirasi o'tadi, deb o'ylab qo'ydi. U turgan soy Kappermayn daryosining irmog'i. Kappermayn esa shimol tomonga oqib, Koronatsiya ko'rfaziga, Shimoliy muz dengiziga quyiladi. Uning o'zi u yerlarga hech qachon bormagan, lekin buning hammasini Gudzon ko'rfazi kompaniyasining kartasida ko'rgan edi. U o'zi yolg'iz qolgan joyini yana bir marta ko'zdan kechirdi. Tevarak atrof jimjit, ko'rimsiz edi. Na daraxt, na buta, na o't-o'lan ko'rinadi. Poyonsiz va dahshat sahrodan boshqa hech narsa yo'q. Uning ko'zlarida qo'rquv ifodalari ko'rindi. "Bill!" deb pichirladi. "Bill!" deb takrorladi u yana ketidan.
Poyonsiz sahro go'yo qudratli kuchi bilan bosayotganday, o'zining mudhish sokinligi bilan ezayotganday bo'ldi. U loyqalanib oqayotgan soy o'rtasida cho'qqayib o'tirib qoldi. U xuddi bezgak tutayotgandek qaltirab ketdi. Shu payt miltig'i sharp etib suvga tushdi. Bu uni o'ziga keltirdi. U qo'rquvni yengib, es-hushini yig'di. Keyin qo'lini suvga tiqib, paypasladi-da miltig'ini oldi. So'ng mayib oyog'iga og'irlik kamroq tushsin deb, yukni chap yelkasiga oldi-da, og'riqdan basharasini burishtirib, juda ehtiyotkorlik bilan asta-sekin qirg'oqqa tomon yurdi. U to'xtamay yuraverdi, og'riqqa sira parvo qilmay. Bil oshib o'tgan tepalikning ustiga shosha-pisha dadil chiqaverdi. Tepalikka chiqib qarasa, vodiyda hech kim ko'rinmadi. Uni yana qo'rquv bosdi. Keyin qo'rquvni yengib, qopini chap yelkasiga yana ham ko'proq surib, oqsoqlanib pastga tusha boshladi. Vodiyning pastligi balchiqzor bo'lib, chimloq chiqqa suv edi. U har qadam bosganda suv sachrar, nam chimloqdan oyog'ini har ko'targanda shilp etgan tovush chiqardi. U Billning izidan yurishga intilib, ko'loblarni aylanib o'tar yoki chimloqlardan xuddi orol singari cho'qqayib turgan toshlar ustiga borardi. U yolg'iz qolgan bo'lsa ham yo'ldan adashmadi. Yana bir oz yurgandan keyin atrofini pastakkina nimjon, quruq pixta va archalar o'rab olgan kichikkina Tichinichli ko'liga yetib borishni bilardi. Bu ko'lning nomi mahalliy tilda yog'ochlar o'lkasi degan ma'noni anglatardi. Shu ko'lga bir ariq kelib quyiladi. Suv ham loyqa emas. Ariq bo'ylarida qamish o'sadi. Buni u yaxshi eslaydi. Lekin u yerda daraxt yo'q. Shu yerdan g'arb tomonga boshqa bir ariq oqadi. Shu ariq yoqalab u Diz daryosiga qadar borardi. Xuddi o'sha yerda to'nkarib ustiga tosh bostirib qo'yilgan qayiqni topadi. U qayiqning ostida miltiq o'qi, qarmoq iplari, kichik bir to'r, umuman ovqat topish uchun zarur bo'lgan narsalarning hammasi yashirib qo'yilgan. Bundan tashqari o'sha yerda oz bo'lsa ham bir parcha go'sht, lo'ya ham bor. Bir uni o'sha yerda kutib turadi. Keyin ikkisi Diz daryosi bilan katta ayiq ko'liga boradilar. Undan keyin ko'ldan o'tib janubga to Makkenzi daryosiga yetib olguncha janubga qarab boraveradilar. Hamma vaqt janubga qarab boraveradilar. Qish esa ularni quvib boradi. Tez oqar soy va jilg'alar muz bilan qoplanadi. Sovuq tushadi. Ular esa janubga. Gudzun ko'rfazida faktoriyalardan biri yetib oladi. U tomonlarda baland azamat daraxtlar o'sadi va oziq-ovqat ham istagancha topiladi. Zo'rg'a sudralib borayotgan yo'lovchi mana shular haqida o'ylar edi. Lekin yurish qanchalik og'ir bo'lmasin, Bill uni yolg'iz tashlab ketmaydi degan fikrga ishonish undan ham qiyin edi. Bill hech shubhasiz uni narsalar yashirilgan joyda kutib o'tiradi. U shunday deb o'ylashi kerak. Aks holda bundan keyin kurashni davom ettirishning hech hojati yo'q. Undan oyog'ini cho'zishu o'lib qo'ya qolishdan boshqa iloji yo'q. Quyoshning xira gardishi shimoli g'arb tomonga sekin asta yashirinayotgan, qishdan qochib janub tomonga qo'yiladigan har qadamini bir necha bor hisoblab chiqdi. U narsalar yashirilgan joydagi va Gudzon kompaniyasining omboridagi oziq-ovqat zapasini qayta o'z xayolidan kechirdi. 2 kundan beri u hech narsa yegani yo'q, lekin undan ilgari ham to'yib ovqat yemagan edi. U tez egilib, rangsiz botqoq mevalarni uzib og'ziga solar va chaynab yutib yuboradi. Mevalar juda sersuv. Suvi ichiga ketib, og'zida faqat taxir va qattiq urug'largina qolardi. Bu mevalar qorin to'yg'izmasligini u bilardi. Shunday bo'lsa ham ularni sabr bilan chaynar. Chunki umid achchiq haqiqat bilan hisoblashishni istamas edi. Soat 9larda
Soat 9larda u oyog'ining katta barmog'ini o'tkir tosh qirrasiga urib oldi. Charchoq va darmonsizlikdan gandiraklab yiqilib tushdi. Bir yonboshiga ag'anab anchagina qimirlamay yotdi. Bir ozdan keyin orqasidagi qop qayishini yelkasidan chiqarib o'tirib oldi. Hali uncha qorong'i tushganicha yo'q edi. G'ira-shira toshlar orasini paypaslab quruq xas cho'p yig'a boshladi. Bir tutam xas cho'p yig'ib o't yoqdi. Keyin koterovka suv solib, burqsib yonayotgan o'tga qo'ydi. U qopini ochib hammadan burun gugurtlarni sanab ko'rdi. Hammasi bo'lib 67 dona gugurt cho'pi bor edi. U yanglishgan bo'lmaydi, gugurt cho'pini 3 marta sanab chiqdi. Gugurtni 3 bo'lakka ajratib, har bir bo'lagini bir qog'ozga o'radi. Bir bo'lagini bo'sh hamyoniga solib qo'ydi. Ikkinchisini ohori to'kilgan shapkasining ostiga tiqdi. Uchinchisini esa ko'kragiga yashirib qo'ydi. Shundan keyin uni birdan qo'rquv bosdi. 3 bo'lak gugurtni yana qaytadan ochib sanab ko'rdi. Gugurt cho'plari avvalgidek 67 dona edi. Oyoq kiyimini o'tga tutib quritdi. Maykasini juldiri chiqib ketgan, adiyaldan tikilgan paypoqlari teshik, oyoqlari bo'lsa qomtalash bo'lib ketgan. To'pig'i shishib, xuddi tizzasidek yo'g'on bo'lib ketgandi. U adiyallardan bittasini chetidan uzun qilib yirtib oldi-da, to'pig'ini mahkam siqib bog'ladi. Keyin yana bir necha parcha yirtib, maykasini va paypoq o'rnini bosar deb oyog'iga aylantirib o'radi. Qaynagan suvdan ichib olib, soatni buradi. So'ng adiyallardan o'ranib yotdi. Qaynagan suvdan ichib oldi. Soatni burab, so'ng adiyalga o'ranib yotdi. U dong qotib uxladi. Yarim tunga borib qorong'i tushdi, lekin bu uzoqqa cho'zilmadi. Sharq-shimoldan quyosh ko'tarildi. To'g'rirog'i o'sha tomondan tong yorisha boshladi. Chunki quyosh yuzini quyuq tuman qoplagan edi. Soat 6da u chalqancha holda uyqusidan uyg'ondi. Kulrang osmonga qaradi va och qolganini sezdi. Tirsagiga suyanib qaddini ko'targan edi. Qulog'iga qattiq pishqirgan tovush eshitildi. Qarasa, unga hushyorlik va qiziqish bilan bir bug'u qarab turibdi. Bug'u undan 50 qadamcha narida turardi. Shu ondayoq tovada jizillab qovurilayotgan bug'u go'shtining hidi dimog'iga urilgandek, o'zi go'sht mazasini totgandek bo'ldi. Beixtiyor o'qi yo'q miltig'ini olib o'qtaldi. Tepkini bosib yubordi. Bug'u cho'chib bir chekkaga tashlandi va tuyoqlarini tapillatib qochib ketdi. U so'kinib miltig'ini uloqtirib tashladi. Ihrab o'rnidan turishga urinib ko'rdi. Ancha uringandan keyin zo'rg'a turib oldi. Bo'g'imlari xuddi zanglab qolgandek edi. Qaddini rostlash va bukish juda mashaqqatli edi. Nihoyat u oyoqqa bosgandan keyin hamma odamga o'xshab tik turib olish uchun rosa 1 minutcha urindi. U chog'roq bir tepalik ustiga chiqib, atrofga nazar tashladi. Bo'zrang chimloq dengizdan boshqa hech narsa, na daraxt, na biron buta, hech narsa ko'rinmasdi. Osmon bo'z rangda edi. Quyosh na nur sochadi, na yilt etgan shu'lasini ko'rsatadi. U shimol qayoqda ekanini, kecha kechqurun bu yerga qaysi tomondan kelganini eslay olmadi. Lekin u yo'ldan adashmagan edi. Buni u yaxshi bilardi. U tezda kichik yog'ochlar o'lkasiga yetib keldi. U o'lka shu yaqin orada, chap tomonda bo'lishi kerak. Ehtimol xuddi mana shu ko'rinib turgan tepalikning narigi tomonidadir. U tepalikdan qaytib tushib, yo'lga otlandi. Tugunini tugdi. 3 bo'lak qilib yashirgan gugurtlardan turibdimi, yo'qmi deb paypaslab ko'rdi. Lekin sanab o'tirmadi. U bug'uning terisidan tikilgan xaltachaga qarab turib, xayol surib qoldi. Xaltacha uncha katta emas. Ichidagi narsalari bilan bir hovuch kelardi. Lekin og'irligi 15 qadoq bo'lib, boshqa yukining og'irligidan qolishmasdi. Uni mana shu tashvishga solardi. U xaltani bir tomonga surib qo'yib, boshqa narsalarni o'ray boshladi. Keyin xaltachaga qaradi-da, uni shartta qo'liga oldi. Xuddi sahro uning qo'lidan oltin tortib olayotgandek atrofga xo'mrayib qaradi. Yana o'rnidan turib yo'lga tushganda, boshqa narsalar qatori xaltacha ham uning orqasida edi. U chapga burildi. Ahyon-ahyonda to'xtar va botqoq mevalardan terib yer edi. Uning oyog'i butunlay qotib qoldi.
O'zi borgan sari kuchliroq oqsar, lekin oyoq og'rig'i qornidagi og'riqqa qaraganda hech gap emas edi. Ochlik azobi uni ko'proq qiynar. Qornidagi og'riq esa unga ich-ichdan azob berardi. Endi u kichik og'achlar o'rkasiga yetib olish uchun qaysi tomonga yurishni bilmasdi. Mevalar uni ochlik azobidan qutqara olmas. Til va tanglaylarini lo'villatib achitardi. Kichikroq bir soylikka yetib borganda toshlar orasidan qanotlarini qoqib, qirqirlashib bir to'p oq kaklik ko'tarildi. U kakliklarga qarab tosh otdi, lekin tekiz olmadi. Keyin u yukini yerga qo'yib, xuddi chumchuq poylagan mushukdek kakliklarning orqasidan pusib o'rmalab bora boshladi. Shimi o'tkir tosh qirralariga tegib yirtilib ketdi. Ko'zlaridan oqqan qon qonli iz qoldirib borardi. Lekin ochlik azobi shu qadar kuchli ediki, u boshqa hech qanday og'riqni sezmadi. U balchiqzor chimloqlari ustidan o'rmalab borar, kiyimlari shalabbo bo'lib ketgan, badani sovuqdan dir-dir titrardi-yu, lekin u faqat ovqat haqida o'ylar, boshqa hech narsani sezmasdi. Atrofidan har deganda par etib uchib ketayotgan kakliklarning qirqirini endi uni masxara qilayotgandek tuyuldi. U kakliklarni so'kib qo'ydi-da ularga qarab qichqirmoqqa boshladi. Bir gal u kakliklarga juda yaqin kelib qoldi. Qush chamasi qulab yotgan bo'lsa kerak. U qush toshlar orasidagi uyasidan pirillab uchib chiqmaguncha odam uni ko'rmasdi. Kaklik bexosdan parillab chiqib qolganida qaramay, odam changal soldi. Qo'lida qushning 3 pati qoldi. U uchib ketayotgan qush orqasidan uzoq qarab turdi. Kaklik go'yo uning boshiga katta halokat keltirgandek. Odam ko'nglida qushga nisbatan cheksiz nafrat uyg'ondi. Keyin orqasiga qaytib yukini ko'tarib oldi. Choshgohda u bir botqoqqa yetib keldi. Bu yerda u ko'proq edi. Xuddi unga o'chakishganday oldi 20 tacha bug'u o'tib ketdi. Ular shunday yaqindan o'tdiki, miltiq bilan bemalol otib olsa bo'lardi. Bug'ularni quvlagisi keldi. Quvlasa ushlab olishga juda ishonardi. Uning oldidan kaklik tishlagan bir qolip tulki ham o'tib ketdi. U qichqirib yubordi. Shunday qattiq qichqirdiki, cho'chib ketgan tulki o'zini bir chetga urdi, ammo kaklikni og'zidan tushirmadi. Kechqurun u qamishlar orasidan oppoq ohakdek loyqalanib oqayotgan ariqcha yoqalab borardi. Bir qamishning ostidan mahkam ushlab, xuddi piyozga o'xshagan bir narsani sug'urib oldi. Qamishning tomiri yumshoq bo'lib, chaynaganda qars-qars ovoz chiqarar edi. Lekin mazasi tafar. Xuddi balchiqzor mevasiga o'xshagan sersuv bo'lib, och qorinni to'yg'izmasdi. U yukini yerga tashladi-da, xuddi kavsh qaytarayotgan molga o'xshab, kavshana qamishlar orasiga o'rmalab ketdi. U juda charchagan, biroz orom olgisi, yotib uxlagisi kelardi. Lekin kichik og'achlar o'rkasiga yetib olish orzusi, undan ham zo'rroq bo'lgan ochlik azobi unga ham tinchlik bermasdi. U bunday uzoq shimolda qurt va qurbaqa bo'lmasligini bilsa ham chuqurchalardan qurbaqa axtarar, oyoqlari bilan yerni titkilab qurt qidirar edi. U har bir ko'lmakni sinchiklab qaradi. Nihoyat qosh qorayganda bir chuqurda bittagina baliq suzib yurganini ko'rib qoldi. U qo'lini yelkasigacha suvga tiqdi, lekin baliqcha qo'lidan sirg'alib chiqib ketdi. U baliqni ikki qo'llab tutmoqchi bo'lib, suvni loyqalatib yubordi. Esi dardi baliq bilan bo'lib, hayajondan suvga tushib ketdi. Beligacha suvga botdi. Suvni shunday loyqalatib yubordiki, baliqni ko'rib bo'lmay qoldi. Shundan keyin u suvning tinishini kutib turdi. U yana baliqni tutish bilan ovvora bo'ldi. Suvni yana loyqalatib yubordi. Ortiq kutishga toqati qolmadi. Yukka qo'shib bog'langan paqirchasini oldi-da, chuqurchaga suvni chetga olib to'ka boshladi. Avvaliga zo'r berib ishladi. Usti boshi shalabbo bo'lib ketdi. Shoshganidan suvni chuqurga shunday yaqin qilib to'kar ediki, suv yana qaytib chuqurga oqib tushadi. So'ngra u qo'lini titrashi va yuragining qattiq urishiga qaramay, xotirjam ishlashga qaror berdi. Yarim soatdan keyin chuqurchada bir ho'sh ham suv qolmadi. Biroq baliq yo'q bo'lib qolgandi. Uning ko'zi toshlar orasidagi bir yoriqqa tushdi. Baliq shu yoriqdan katta bir chuqurchaga o'tib ketibdi. U chuqurchada
Suv shu qadar ko'p ediki, uning suvini bir kecha bir kunduzda ham tamom qilib bo'lmasdi. Yoriq borligini ilgari bilganida hammadan burun uni tosh bilan berkitib qo'ygan bo'lardi. Shunda baliq uning qo'lidan qochib qutula olmasdi. Odam balchiq yerga o'tirdi-da, alamiga chidolmay yig'lab yubordi. Boshda sekin-sekin yig'ladi. Keyin atrofni o'rab olgan shafqatsiz cho'lni uyg'otmoqchi bo'lganidek ovozining boricha ho'ngrab yig'layverdi. A'zoyi badani titrab uzoq yig'ladi. U o't yoqdi. Qaynagan suvdan ancha ichib biroz isidi. Yotish uchun toshning ustiga kechagidek joy qildi. Yotishdan avval gugurtning ho'l va quruqligini tekshirib ko'rdi. U soatini burab qo'ydi. Adyal ho'l va muzdek edi. Og'riqdan oyoqlari o'tday yonar, lekin u faqat ochlik azobini sezar edi xolos. Kechasi har xil ziyofatlar, mehmondorchiliklar va dasturxonga tortilgan turli noz-ne'matlarni tushida ko'rib chiqdi. U sovuq qotib uyg'ondi. Tobi qochgandi. Quyosh ko'rinmasdi. Yer u ko'kning bo'zrang tusi yana ham yulqilashgan. Qattiq shamol esa birinchi qor tepaliklari oppoq libosga burkangan edi. U o't yoqib suv qaynatmaguncha havo yana ham sovuqlashgandek tuyuldi. Laylak qor yog'a boshlagan edi. Qor avvaliga yerga tushishi bilan eriyverdi, lekin bora-bora ko'payib, yer betini qoplab oldi-da, quruq xas cho'plarini ho'l qilib o'tni o'chirdi. Bu unga yukini orqasidan ko'tarib, boshi oqqan tomonga qarab yo'lga chiqishi uchun signal bo'ldi. U endi kichik og'ochlar o'lkasi haqida ham, Bil haqida ham, Diz daryosi sohilidagi qayiq ostiga yashiringan narsalar haqida ham o'ylamasdi. Uning xayoliga ovqatdan bo'lak narsa kelmasdi. Ochlik uni aqldan ozdirdi. U qayoqqa ketayotganini ham o'ylamay qo'ydi. Unga endi ikki dunyo bir qadam bo'lib qolgan. Ishqilib tekis yerga yursa bo'lgan edi. Yo'lda ketarkan u mazasi achchiq bir o'simlik topdi. Giyohdan qancha topsa hammasini yedi. Lekin bu giyoh juda oz ekan, u yerga yoyilib o'sganidan qor tagida qolgan edi. Shu kecha u o't yoqmadi. Suv ham qaynatmadi. Adyal ichiga kirib oldi-da, ochligicha yotib qoldi. Qor asta-sekin sovuq yomg'irga aylandi. Yuziga yomg'ir tomchilari tushayotganini sezib tez-tez uyqusidan uyg'onardi. Tong otib yana quyoshsiz bulutli kun boshlandi. Yomg'ir tingan, u endi ochlik to'g'risida o'ylamay qo'ygan. Qorni sal-pari og'ridi xolos. Ammo bu og'riq unga unchalik azob bermasdi. Uning fikri bir oz ravshanlashdi. Endi u yana kichik og'ochlar o'lkasi haqida, Diz daryosi bo'yiga yashirinib qo'ygan narsalar haqida o'ylay boshladi. U yirtiq adyaldan qolgan qismini yana uzunasiga yirtib, shilinib qontalash bo'lib ketgan oyog'ini bog'ladi. Chiqqan to'pig'ining lattasini yangiladi-da, yana yo'lga tushishga hozirlandi. Yukini ko'tarib olishdan oldin bug'u terisiga tikilgan xaltaga uzoq tikilib turdi-yu, yana xaltani o'zi bilan olib ketdi. Yomg'ir qorni eritib yuborgandi. Tepachalarning cho'qqilari yana oqarib turardi. Quyosh ko'rinib qoldi. Bundan foydalanib yo'lovchi dunyoning to'rt tomonini belgilab oldi. Yo'ldan adashganligi aniq bo'ldi. So'nggi kunlarda chap tomonga ko'proq ketib qolgan bo'lsa kerak, endi u to'g'ri yo'lga tushib olish uchun o'ng tomonga qarab yura boshladi. Ochlik azobi unga kor qilmay qolgan edi-yu, lekin u o'zining holdan ketganini sezdi. Dam olgani tez-tez to'xtar, yerdan meva terar va qamishlarni tomiri bilan sug'urib olardi. Uning tili qaqrab shishib ketdi. Og'zida ham achchiq bemaza ta'm bor edi. Hammadan ko'proq uning yuragi bezovta qilardi. U bir necha qadam bosmasdan yuragi duk-duk urib ketar. Qinidan chiqib ketay deb dukkillab ura boshlardi-da, nafasi bo'g'ilib boshi aylanar, o'zidan ketib qolay derdi. Tush paytida u katta bir chuqurda ikkita tanga baliq suzib yurganini ko'rib qoldi. Chuqurning suvini quritib bo'lmasdi, lekin u o'zini ancha bosib olgandi. Paqirchasi bilan baliqlarni tutib oldi. Baliqlar jimjiloqdek kichkina edi, lekin uni uncha ovqat yegisi yo'q edi. Qorin og'rig'i ancha pasaygan. U baliqlarni xomligicha og'ziga solib, hafsala bilan chaynay boshladi. Ishtahasi bo'lmasa ham
ovqat yeyishga o'zini majbur qildi. Chunki yashamoq uchun ovqat yeyish zarurligini yaxshi bilardi. Kechqurun u yana 3 ta tanga baliq tutdi. Ikkitasini yeb, uchinchisini ertalabga olib qo'ydi. Quyosh onda sonda uchrab turgan xashaklarni quritgan. U suv qaynatib ichib bir oz isidi. O'sha kuni u 10 mildan ortiq yo'l bosolmadi. Ertasiga yuragi qattiq urib 5 milga yaqin yo'l bosib o'tdi. Qorni ortiq og'rimay qo'ydi. Endi u notanish yerlardan borardi. Bug'ular tez-tez uchrab, hatto bo'rilar ham ko'rinib qolardi. Uning qulog'iga ularning uvillagani tez-tez chalinardi. Bir marta u tushib yo'lni kesib o'tayotgan 3 ta bo'rini ko'rib qoldi. Yana tun kirdi. Tongda u biroz o'ziga kelib, xaltaning qayishini yechdi-da, ichidagi oltinni yerga to'kdi. Oltinni baravar 2 qismga bo'ldi. Bir bo'lagini lattaga o'rab, uzoqdan yaxshi ko'rinib turadigan bir tepalikka, toshlar orasiga yashirib qo'ydi. Ikkinchi qismini yana xaltaga solib, og'zini bog'ladi. Keyin u bitta adyolni yirtib, oyoqlarini o'radi. Lekin u hamon miltig'ini tashlamasdi. Chunki Diz daryosi bo'yida yashirib qo'yilgan narsalar orasida patronlar bor axir. Bugun hamma yoqni quruq tuman qopladi. Shu kuni u yana ochlik azobini tortdi. Yo'lovchi juda zaiflashib qolgandi. Tez-tez boshi aylanar, vaqti bilan hech narsani ko'rmay qolardi. U endi tez-tez qoqilar, yiqilar edi. Bir marta u kaklik uyasi ustiga yiqilib tushdi. Uyada endigina tuxumni yorib chiqqan kaklik bolalari bor edi. U shoshib-pishib ularni tiriklayin og'ziga sola boshladi. Kaklik bolalarining suyaklari uning tishlari orasida xuddi tuxum po'stlog'i singari qarsillar edi. Ona kaklik uning tepasida charx aylanib uchib yurar va achchiq faryod qilardi. Odam miltiq qo'ndog'i bilan kaklikni urib tushirmoqchi bo'ldi, lekin qush chap berib qoldi. Keyin u kaklikka tosh ota boshladi. Qanotini sindirdi. Kaklik yaralangan qanotini sudrab bir tomonga qarab qochdi. Odam uning orqasidan quvlashga tushdi. Kaklik bolalari uning ishtahasini yana ham ochib yubordi. U kalovlanib, oqsoqlanib, goh kaklikka tosh otib, bo'g'iq tovush bilan qiyqirar, goh har yiqilganda chidam bilan o'rnidan turib, qovog'ini solib indamay qadam tashlar edi. Boshi aylanganda hushidan ketmaslik uchun ko'zlarini ishqalar edi. Kaklik orqasidan quvib borayotib, pastlikdagi bir balchiqzorga duch keldi. Uning ko'zi ho'l chimliqdagi odam iziga tushdi. Bu izlar uniki emasligini ravshan edi. Billning izlari bo'lsa kerak. Lekin u to'xtab tura olmasdi, chunki kaklik tobora uzoqlashar edi. U qushni quvlay berib charchagandi, lekin o'zining ham tinkasi quridi. Kaklik yonboshiga ag'darilib og'ir nafas olib yotardi. Lekin odam ham 10 qadamcha borib entikib yotar, qushga yetib olishga sira ham madori qolmagandi. Odam bir oz dam oldi, lekin qush ham nafasini rostlagandi. U qo'l uzatish bilan qush tipirlab qochdi, yana quvishga tushdi. Qosh qorayib, qush ko'zdan g'oyib bo'ldi. Odam juda charchaganligidan madori qurib qoqildi va orqasidagi yuki bilan yiqildi-da, yuzlari shilinib ketdi. U anchagina qimirlamay yotdi. Keyin yonboshiga ag'darilib, soatini burab qo'ydi-da, tong otguncha shu holatda yotib qoldi. Yana tuman bosdi. Adyalning yarmisi oyoqni o'rashga ketdi. Billning izini o'qatib topolmadi. Endi unga baribir edi. Ochlik uni tinmay olg'a haydardi. Bordi-yu Bill ham adashib qolgan bo'lsa-chi? Tushga borib u juda ham holdan toydi. U yana oltinni ikkiga bo'ldi. Bu gal o'rchab o'tirmay yarmini yerga to'kib qo'ya qoldi. Kechga borib adyalning yarmini, paqircha va miltiqni olib, oltinning hammasini yerga to'kib tashladi. Ba'zi bir fikrlar uning miyasini juda cho'lg'ab olgandi. Tasavvurida miltiqda xuddi bir o'q bordek, u esa buni ko'rmay qolgandek edi. Shu bilan birga miltiqda o'q yo'qligini yaxshi bilardi. Lekin bu xom xayol uni sira tinch qo'ymasdi. Pirovardida miltig'ini qarab, o'qning yo'qligiga ishonch hosil qildi. Shunday hafsalasi pir bo'ldiki, go'yo u haqiqatdan ham o'q borligini kutgan edi. Yarim soat o'tdi. Keyin miyasiga yana bir fikr keldi.
U bu fikrni miyasidan chiqarib tashlay olmaydi-da. O'zini biroz ovutish uchun miltig'ini yana tekshirib chiqdi. Ahyon-ahyonda miyasi ishlamay qolar, o'zi esa jonsiz narsaga beixtiyor kalovlanib borar edi. G'alati xayollar va bema'ni tasavvurlar uni miyasini qurtday kemirar edi. Lekin u tez o'ziga kelardi. Chunki ochlik uni hamma vaqt haqiqatga qaytishga majbur qilardi. Bir marta uning ko'z oldida shunday bir ajib manzara paydo bo'ldiki, hushidan ketib qolishga sal qoldi. Uning oldida bir ot turardi. Ot? U ko'zlariga ishonmadi. Ko'z oldi jimirlashib atrofini tuman bosganday bo'ldi. Ko'z oldi ravshanlashganda qarasa, qarshisida ot emas, kattakon bir targ'il ayiq turibdi. Ayiq unga o'qrayib qaradi. U miltig'ini yelkasidan oldi-yu, miltig'ini qo'yib munchoq qadalib tikilgan qinidan pichog'ini sug'urdi. Uning oldida go'sht va hayot turardi. Bosh barmog'i bilan pichog'ini tig'ini tekshirib ko'rdi. Pichog'i tig'i ham, uni uchi ham o'tkir edi. U hozir ayiqqa tashlanib uni o'ldiradi. Lekin uning yuragi xuddi xavfdan ogohlantirayotgandek duk-duk ura boshladi. Keyin birdan yuragi qinidan chiqar darajada sakrab ketdi. Miyasi xuddi iskanjaga olgandek qattiq og'ridi. Ko'z oldi qorong'ilashdi. Hozirgina jo'shirib turgan botirlik o'rnini qo'rquv egalladi. U shu qadar zaif tortib ketdiki, ayiq hujum qilsa nima bo'ladi? U mumkin qadar haybatliroq bo'lib ko'rinish uchun qaddini rostladi. To'g'ri ayiqning ko'zlariga tikildi. Yirtqich lapanglab oldinga bir qadam bosdi. Ikki oyog'ini ko'tarib o'kirib yubordi. Odam qochganda ayiq uning orqasidan quvgan bo'lardi. Lekin odam qo'rquvni bosib o'rnidan qimirlamadi. U ham yirtqich hayvondek dahshat bilan o'kirib yubordi. Bu o'kirib qo'rquv ifodasi edi. Chunki qo'rquv yashash uchun kurash bilan chambarchas bog'liqdir. Ayiq undan qo'rqmay tik turgan mana shu sirli maxluqdan hayiqib o'kirgancha bir tomonga chekindi. Lekin odam o'rnidan qimirlamadi. U xavf o'tib ketguncha qiqqayib turaverdi. Ayiq undan qo'rqmay tik turgan mana shu sirli maxluqdan hayiqib o'kirgancha bir tomonga chekindi. Lekin odam o'rnidan qimirlamadi. U xavf o'tib ketguncha qiqqayib turaverdi. Keyin xuddi bezgak tutgandek titrab, qaqshab, ho'l chimloqqa yiqildi. U bir oz o'ziga kelib, qo'rquv ichida yana yo'lga tushdi. U endi ochlikdan o'lishdan emas, balki hayot uchun kurashning so'nggi intilishlari so'nguncha yirtqich hayvonlar panjasida o'lib ketishdan qo'rqardi. Atrofida bo'rilar izg'ib yuribdi. Bo'rilar ikkita-ikkitadan, uchta-uchtadan bo'lib tez-tez uning yo'lini kesib o'tishardi. Lekin ular odamga yaqin kelishmasdi. Ular juda ham ko'p emasdi. Bundan tashqari ular qarshilik ko'rsatmaydigan bug'ularni ovlashga o'rganishgan edi. Ikki oyoqli g'alati maxluq esa chang solib qolsa ham, tishlab olsa ham ajab emasdi. Kechga borib u yerda sochilib yotgan suyaklarni ko'rib qoldi. Bo'rilar xuddi mana shu yerda ovni qo'lga tushirishgan edi. Bir soat ilgari bu bug'ucha sakrab-sakrab mo'rab yurgandi. Odam top-toza qilib qo'yilgan yarqiroq qizg'ish suyaklarga qarab turdi. Suyaklarning rangi qizg'ish edi, chunki undagi hayot hali so'nmagandi. Kechqurunga borib ehtimol uning taqdiri ham shunday bo'lar. Hayot shunaqa. Hayot bevafo va bebaho. Lekin hayot alam chektiradi. O'limda esa qiynalish yo'q. O'lmoq uxlamoqdir. O'lim orom olmoqdir. Bo'lmasa nima uchun u o'lishni istamaydi? Lekin u uzoq o'ylab o'tirmadi. Ko'p o'tmay u cho'kka tushdi-da, suyaklarni kemira boshladi. Suyaklarga qizg'ish tutib berib turgan hayotning oxirgi nishonlarini so'rmoqqa tutindi. Go'shtning o'tmishdan qolgan xotira singari bo'lib tuyulgan sezilar-sezilmas mazasi uni o'zini yo'qotar darajada hayajonga soldi. Suyakni tishlar orasiga solib g'ajiy boshladi. Goh suyak sinar, goh uning tishi sinardi. Keyin u suyakni tosh bilan yanchib, ochko'zlik bilan yuta boshladi. Shoshilganidan toshni barmoqlariga urar, ammo qancha hovliqmasin nima uchun og'rig'ini sezmayaptirman deb ajablanib qo'yardi. Qor va yomg'irli kunlar yetib keldi. U endi qachon yotib, qachon yo'lga tushganini eslay olmasdi. Vaqtni surishtirmay kechasi ham kunduzi ham yo'l bosdi.
Yiqilgan yerida dam oldi. Undagi so'nayotgan hayot uchquni alangalandi deguncha yana oldinga qarab o'rmaladi. Odam endi hayot uchun kurashmay qo'ydi. Undagi hayotning o'zi o'lishni istamas. Shuning uchun ham uni ilgariga haydardi. U ortiq azob chekmasdi. Uning asablari uyushib qolgan, miyasi esa g'alati xayollar, shirin tushlar bilan to'la edi. U yo'lda borarkan bitta qo'ymay yig'ishtirib olgan suyaklarni tinmay so'rar va chaynar edi. U ortiq tepaliklarga ko'tarilmas, ariqlardan kechib o'tmasdi. U endi vodiydan oqib o'tayotgan anhor yoqalab borardi. Uning ko'ziga hayoliy manzara ko'rinardi. Uning tani bilan joni birga borardi-yu, shunday bo'lsa ham ular bir-birlariga ajratilgandek edi. Ularni bir-birlariga bog'lab turgan hayot rishtasi shu qadar ingichka edi. Bir kun u yastosh ustida yotganida hushi o'ziga keldi. U uzoq vaqtgacha qimirlamay yotdi. Quyosh safiylik bilan nur sochib, uning ayanchli badanini isitar edi. U ming azob-uqubat bilan bir yonboshiga ag'darildi. Pastda kattakon sokin bir daryo oqib yotardi. Bu daryo odamga notanish edi. Bu uni ajablantirdi. U notanish daryoning oqimini shoshmasdan, sovuqqonlik bilan to ufqqa qadar kuzatdi-da, daryoning uzoqda yarqirab turgan dengizga quyilayotganini ko'rdi. Shunday bo'lsa ham bu narsa uni sira hayajonlantirmadi. Qiziq, deb o'yladi u. Ko'zimga shunday ko'rinyaptimi yoki miyam aynib qoldimikin? Dengiz o'rtasida langar tashlab turgan kemani ko'rganda bu fikrning to'g'ri ekanligiga yana bir bor ishondi. U bir zumga ko'zlarini yumib yana ochdi. Qiziq, o'sha narsalar yana ko'rindi. Bunga ajablanmasa ham bo'lardi. Miltig'ida patron bo'lmaganidek, mana shu sahroning qo'q o'rtasida dengizning ham, kemaning ham bo'lishi mumkin emasligini bilardi u. Orqadan xirillagan bir tovush eshitildi. Bu xo'rsinishmi, yo'talmi bilib bo'lmas edi. G'oyat zaiflik va karaxtlikni juda sekinlik bilan yengib, u ikkinchi yonboshiga ag'darildi. Yaqinida hech narsa ko'rinmadi. U sabr bilan kuta boshladi. Yana xirillagan va yo'tal tovushi eshitildi. 20 qadamcha narida o'tkir qirrali ikki toshni orqasida bir bo'rining kulrang boshi ko'rindi. Uning quloqlari boshqa bo'rilarniki singari tik emas, ko'zlari xira va qon quyilgan bosh solingan bo'ri kasal bo'lsa kerak. U tinmay aksa urar va yo'talar edi. Hech bo'lmaganda bunisi haqiqatdir, deb o'yladi u va sarob pardasi bilan qoplanmagan haqiqiy dunyoni ko'rish uchun boshqa yonboshiga ag'darildi. Lekin dengiz hali ham ilgarigidek uzoqda yaltirab turar, kema ham aniq ko'zga chalinardi. Ehtimol bu rostdan ham haqiqatdir. U ko'zlarini yumib o'ylay boshladi. Pirovardida hamma narsa ayon bo'ldi. U sharqdan shimolga qarab yurgan va Diz daryosidan uzoqlashib, Kapirmayn daryosi vodiysiga kelib qoldi. Sokin oqayotgan shu daryo Kapirmayn daryosining xuddi o'zginasi. Yaltirab turgan dengiz Shimoliy muz dengizi. Bu kema kit ovlovchilar kemasi bo'lib, Makkenzi daryosi dengizga quyiladigan joydan sharq tomonga ancha ketib qolgan. Bu kema Koronatsiya ko'rfazida turibdi. U bir vaqtlar ko'rgan Buzun ko'rfazi kompaniyasining kartasini esladi-yu, shunda bor gap ravshan va tushunarli bo'lib qoldi. Bu yerga o'tirib oldida eng zarur ishlar haqida o'ylab ketdi. Oyoqlarini o'rab bog'lagan adyal parchalari titilib ketganidan oyoqlari shilinib, qip-qizil go'sht bo'lib qolgan. Eng so'nggi adyalni ham ishlatib bo'lgan. Miltiq bilan pichoq yo'qolgan, qalpog'i ham tushib qoldi. Qalpoq bilan birga astarga yashirilgan gugurt ham yo'qolgan. Lekin qog'ozga o'rab hamyoniga yashirib qo'ygan gugurt hali ham turibdi. U soatiga qaradi. Soati yurib turar va 11 ni ko'rsatadi. Soatni burab turgan bo'lsa kerak, u xotirjam, aqli joyida edi. Juda ham holdan toyganiga qaramay og'riq sezmas, ovqat yegisi ham kelmasdi. Ovqat haqida o'ylagisi ham kelmasdi. U nima qilmasin, hammasini idrok hukmi bilan qilardi. U shimining pochasini to tizzasigacha yirtib olib, to'pig'ini o'rab bog'ladi. Chelakchasini nima uchun tashlamagan edi? Kemaga qarab yo'l solishdan avval suv qaynatib ichish kerak.
Bu safarning juda og'ir bo'lishini u oldindan bilardi. U juda sekin qimirlar, chol odamdek qaltirar edi. Quruq xashak yig'moqchi bo'ldi-yu, lekin o'rnidan turolmadi. Bir necha marta o'rnidan turishga urinib ko'rdi. Bo'lmagach emaklab ketdi. Bir gal hatto kasal bo'rining oldiga juda yaqin borib qoldi. Bo'ri istar-istamas o'zini chetga oldi va zo'rg'a tilini qimirlatib tumshug'ini yaladi. Uning tili sog'lom bo'rinikidek qizil emas, kulrang sarg'ish bo'lib, yelim singari quyuq shilliq bilan qoplangan. Odam qaynagan suvni ichdi-da, deyarli kuch-quvvatdan qolgan bo'lsa ham o'rnidan turishga, hatto yurishga ham madori yetishini his qildi. Minut sayin to'xtab dam olardi va zo'r qadam tashlar. Bo'ri ham uning orqasidan xuddi shu yo'sinda sudralib borardi. Qorong'i tushib, yarqirab turgan dengiz zulmat ichiga g'arq bo'lganda, u oraliqdagi masofa ko'p emas, 4 milga qisqarganini angladi. Tun bo'yi kasal bo'rining yo'talishi va ba'zan bug'u bolalarining ma'rashi eshitilib turdi. Atrofda hayot qaynamoqda. U kuch-quvvatga to'la, sog'lom hayot. U esa orqasidan kasal bo'ri ergashib kelayotganini, kasal odam avval o'ladi degan umidda ekanligini tushunar edi. Ertalab turib qarasa, bo'ri unga g'amgin va ochko'zlik bilan tikilib turibdi. Bo'ri dumini qisib, xuddi tinkasi qurigan it kabi boshini quyib solib turadi. Bo'ri sovuq shamolda qaltirab, odam qirillagan tovush bilan unga so'z qotganda tishini tujaytirib irillar edi. Boshini quyi solib turardi. Ufqdan yorqin quyosh ko'tarildi. Odam choshgohga qadar yiqilib surilib yaltiroq dengizda turgan kemaga qarab yurdi. Tushdan keyin u bir izga duch keldi. Bu boshqa bir odamning izi bo'lib, u odamning emaklab yurgani bilinib turardi. Ehtimol bu Billning izidir, deb o'yladi u xotirjam. Unga baribir edi. To'g'risi u hech narsani sezmay, hech narsadan hayajonlanmay qo'ygan edi. U hatto og'riqni ham sezmasdi. Qorin bilan asablari go'yo mudrab qolgandi. Lekin hali so'nmagan hayot uchquni uni olg'a boshladi. U juda charchagan, lekin sira o'lgisi kelmas edi. Shuning uchun ham u balchiqzordan meva terib yer, tanga baliq ovlar, suv qaynatib ichar, olazarak bo'lib kasal bo'rini kuzatar edi. U o'rmalab o'tgan boshqa odamning izidan borardi. Ko'p o'tmay o'zidan oldingi odamning manziliga yetib keldi. U ho'l chimloq ustida kemirib tashlangan suyaklarga va bo'rining iziga ko'zi tushdi. Yerda xuddi o'zinikiga o'xshash o'tkir tishlar tortqilab yirtgan bug'u terisidan tikilgan xalta yotardi. Bunday og'ir yukni ko'tarishga madori kelmasa ham kuchsiz barmoqlari bilan qopni yerdan ko'tarib oldi. Bill oltinlarni so'nggi minutlarga qadar tashlamagan. Ha. U hali Billning ustidan masxara qilib kulardi. Tirik qoladi va xaltani yarqirab turgan dengizdagi kemaga olib ketadi. U xuddi qarg'aning qag'illashiga o'xshagan bo'g'iq ovozda dahshatli qilib kulardi. Kasal bo'ri ham unga jo'r bo'lib xirillagan tovush bilan o'yladi. Odam darhol jildi. Agar mana shu suyaklar Billniki bo'lsa, shu toza kemirilgan qizg'ish suyaklar Billniki bo'lsa, qanday qilib uning ustidan kulyapti-ya? U yuzini o'girib oldi. Nima qilsin? Bill uni tashlab ketdi. Lekin u Billning oltinlarini olmaydi. Uning suyaklarini kemirmaydi. Agar mening o'rnimda Bill bo'lganda shunday qilgan bo'lardi, deb o'ylab qo'ydi. Va kalovlanib yo'lga tushdi. U kichkina bir ko'lga duch keldi. Baliq yo'qmikan deb chuqurchaga engashib qaradi-yu, xuddi ilon chaqqandek seskanib o'zini orqaga tashladi. Suvda u o'z aksini ko'rib qoldi. Basharasi shu qadar qo'rqinchli ediki, bu diydasi qotib qolgan odamning ko'ngliga vahima soldi. Ko'lchada 3 ta baliq suzib yurardi. Lekin ko'lcha kattagina bo'lib, suvni quritishga ham uni qurbi yetmasdi. U baliqlarni chelakcha bilan tutishga urinib qo'ydi. Keyin bu fikrdan qaytdi. O'lgundek charchaganidan suvga yiqilib cho'kib ketaman deb qo'rqdi. Cho'kib ketishidan qo'rqib, u qumloq sohilda yog'och qodalar ko'p bo'lsa ham soliyasab daryodan suzib ketishga jur'at qila olmadi. O'sha kuni u kemigacha bo'lgan masofani 3 milga qisqartirdi. Ertasiga esa 2 mil yo'l bosdi. Endi u xuddi Billga o'xshab o'rmalab borardi.
Beshinchi kun kechqurun kemaga yetib olish uchun yana 7 mil yo'l qolgan edi. Endi u bir kunda 1 mil yo'l bosishga ham madori qolmadi. Erta kuzning iliq kunlari hali tugamagan edi. U esa goh o'rmalar, goh hushidan ketib yiqilardi. Kasal bo'ri esa yo'talib aksa urib, uning orqasidan qolmay sudralib borardi. Odamning tizzalari qip-qizil go'sht bo'lib ketgan, tovonlari bundan ham battar edi. Ko'ylagidan yirtib olib, tizza tovonlarini o'rab bog'lagan bo'lsa ham, orqasidan chimliq va toshlar ustiga qonli iz qoldirib borardi. U bir marta orqasiga qayrilib qarab, bo'rining ochko'zlik bilan qonli izlarni yalayotganini ko'rib qoldi. Agar bo'rini bir yoqlik qilmasa, holi nima kechishini u juda yaxshi bilardi. Shundan keyin hayotda uchrashi mumkin bo'lgan kurashlarning eng shiddatlisi boshlandi. Emaklab borayotgan kasal odam, uning orqasida sudralayotgan kasal bo'ri, ikkisi ham chala o'lik holda bir-birini poylashib sahroda sudralib bordilar. Bo'ri sog' bo'lganda odam bunchalik qarshilik ko'rsatib o'tirmagan bo'lardi. Lekin mana shu badburush deyarli o'laksa bo'lib qolgan razil maxluqning qorniga tushishni o'ylasa, ko'ngli aynar edi. U yana alahlay boshladi. Yana ko'ziga allanimalar ko'rina boshladi. Bu safar uning o'ziga kelishi ancha qiyin bo'ldi. Bir marta xuddi qulog'i ostida kimdir tez-tez nafas olayotganini eshitib hushiga keldi. Tepasida turgan bo'ri o'zini orqaga tashladi va qoqilib ketdi-da, nimjonligidan yiqilib tushdi. Bu juda kulgili edi, lekin odam kulmadi. U hatto qo'rqmadi ham. U endi qo'rqinch nimaligini ham sezmay qolgan edi. Uning ongi bir minutda ravshanlashdi. Kemaga qadar endi ko'pi bilan 4 mil yo'l qolgandi. U tuman bosgan ko'zlarini ishqalab kemani juda ravshan ko'rdi. Jarqirab turgan dengizni kesib o'tayotgan oq yelkanli qayiqchani ham ko'rdi. Lekin bu 4 millik masofani bosib o'tishga holi qolmagan edi. Odam buni bilardi. Shuning uchun ham bezovtalanmadi. Yarim mil ham yo'l bosa olmasligiga aqli yetardi. Shunday bo'lsa ham yashashni istardi. Chunki azob-uqubatlardan keyin o'lib ketish bema'nilik bo'ladi. Taqdir undan juda ko'p narsa talab qildi. Joni halqumiga tiqilib ham o'limini istamadi. Ehtimol bu aqlsizlik edi. Lekin u o'lim changaliga tushib qolgan bo'lsa ham, uning changalidan qutulib chiqish uchun jon jahdi bilan kurashaverdi. U ko'zlarini yumib, bor kuchini to'pladi. Xuddi to'lqin singari uning vujudini bosib olayotgan alahsirashga yon bosmaslik uchun o'zini tetik tutishga urinardi. Bu to'lqin o'qdan ko'tarilib, uning ongini xiralashtirardi. Ba'zan u chorasiz tipirchilab o'zini bilmay qolar, keyin yana bir amallab hushini yig'ar edi. U qimirlamasdi. Chalqancha yotganicha kasal bo'rining xillagan tovushi tobora yarqiroq eshitilayotganiga quloq soldi. Bo'rining nafasi juda yaqin eshitila boshladi-yu, qo'rqab qolgan til xuddi shildiroq qog'oz singari uning yuzini timdaladi. Qo'llari yuqoriga cho'zildi. Barmoqlari xuddi changak singari bukildi, lekin mehnati zoyi ketmadi. Tez va ishonch bilan harakat qilish uchun kuch kerak. Unda esa kuch yo'q. Bo'ri sabrli edi, lekin odam undan ham sabrliroq edi. U hushdan ketib qolmaslik uchun urinib va bo'rini poylab, yarim kun qimirlamasdan yotdi. Bo'ri uni yemoqchi edi, qo'ldan kelsa. Odam ham bo'rini yemoqchi edi. Vaqti bilan u hushidan ketib qolar, shundan u uzoq tushlar ko'rar edi. Lekin tushida ham, o'ngida ham o'zi bo'ri tili bilan meni yalaydi deb kulib yotardi. Nafas tovushini eshitmadi, lekin bo'ri uning qo'lini yalayotganligini sezib o'ziga keldi. Odam kutib yotdi. Bo'ri uning qo'lini tishlari orasiga olib kuchini boricha qisdi. Keyin u shuncha vaqtdan kutgan g'animatiga qattiqroq botiraverdi. Lekin odam shu payt sabrsizlik bilan kutgandi. Uning tishlangan qo'llari bo'rining jag'ini qisdi. Bo'ri bazo'r o'zini himoya qilardi. Odam bir qo'li bilan bo'rining jag'ini qisar, ikkinchi qo'lini uzatib bo'rining tomog'ini bo'g'a boshladi. 5 minutdan keyin odam o'zining butun og'irligi bilan bo'rini bosib tushdi. Bo'rini bo'g'ib o'ldirish uchun uning kuchi yetmas. Shuning uchun odam tishi bilan bo'rining tomog'iga yopishdi. Uning og'zi yungga to'ldi. Yarim soat o'tdi. Odam o'z tomog'iga issiq qon quyilayotganini sezdi. Xuddi uning og'ziga eritilgan qo'rg'oshin quyilayotgandek
uni yutish bir azob edi, lekin u o'zini chidashga majbur qildi. Keyin odam chalqanchasiga ag'darildi-da, uyquga ketdi. Kit ovlovchisi Bedford kemasiga ilmiy ekspeditsiya a'zolari bor edi. Ular kema palubasida turib, qirg'oqda g'alati bir maxluqni ko'rib qolishdi. Bu maxluq qum ustida zo'rg'a o'rmalab dengiz tomon kelardi. Olimlar buning nima ekanligini bilolmadilar. Tabiatshunos bo'lganliklari uchun qayiqda o'tirib qirg'oqqa suzib ketdilar. Ular tirik bir maxluqni ko'rdilar, lekin uni odam deb bo'ladimi? U hech narsani eshitmas, hech narsani tushunmas, qum ustida ulkan qurt singari buralar edi. U oldinga deyarli siljimas, lekin orqasiga ham qaytmasdi. Buralib oldinga qarab harakat qilar va soatiga 20 qadam yo'l bosardi. 3 hafta o'tganidan keyin u Bedford kemasida karavotda yotgan holda ko'z yoshlarini oqizib, o'zining kimligi va qanday mashaqqatlarni boshidan kechirganligini hikoya qilib berdi. U onasi serquyosh Janubiy Kaliforniya, apelsin daraxtlari va gullar orasiga ko'milgan uyi haqida poyma-poy gapirib berdi. Bir necha kun o'tgandan keyin u olimlar va kapitan bilan birga kayut-kompaniyada o'tiradi. U ovqat mo'lligidan quvonar. Boshqalarning og'ziga tushib yo'q bo'lib ketayotgan har bir luqma uni zo'r tashvishga solardi. Uning aqli joyida, lekin stol atrofida o'tirgan odamlarga nafrat bilan boqardi. Ovqatning tamom bo'lib qolishidan qo'rqib bezovta bo'lardi. U hadeb oshpazdan, xizmatchi boladan, kapitandan ovqat zapasini surishtirardi. Ular 100 martalab tasalli bersalar ham ishonmas. O'z ko'zi bilan ko'rgani ovqat omboriga tez-tez tushib turardi. Kemadagilar uning o'nglanayotganini sezib qoldilar. U kun sayin semiraverdi. Olimlar bosh chayqab turli taxminlar qilishadi. Unga ovqat kamroq bera boshladilar. Lekin shunda ham semirib, qorin sola boshladi. Matroslar bunga kulishardi. Ular gap nimada ekanligini bilishardi. Olimlar uning orqasidan poylab sirni bilib oldi. Ertalab nonushtadan keyin u bakka chiqar va matroslarga xuddi tilanchiday qo'l cho'zardi. Matroslar kulib unga suxari berardi. U ochko'zlik bilan suxarini olar va xuddi oltinga ko'zi tushgan xasisdek nonni qo'ltig'iga urardi. Boshqa matroslar ham yo'lini topib, uni quruq qo'ymasdi. Olimlar indamay uni o'z holiga qo'yib qo'ydilar. Ular o'ziga bildirmay uning karavotini tekshirdilar. Karavotning osti suxari bilan to'la edi. To'shakning ichiga ham suxari to'ldirgan ekan, har bir burchakda suxari yashirilgan. Lekin uning miyasi joyida edi. U faqat yana och qolguday bo'lsam deb shuning chorasini ko'rardi xolos. Olimlar bu kasallik tez o'tib ketadi degan fikrda edilar. Haqiqatdan ham Bedford kemasi San Fransisko gavaniga langar tashlamasdanoq bu kasallik o'tib ketdi.